kecha oldinda 2-3 ta klientlar bor edi. Klientlarga men narsalarni tushuntirib, atirlarni ko'rsatayotgan paytim bitta odam kirib keldilar. Ko'rinishlari to'g'ri, nima deydi, nogironroq amaki ekanlar, yoshlari kattagina, so'radilar-da, "Bu yerda faqat jenskiymi yo muskoy ham bormi?" dedilar. "Yo'q, bor, muskoy ham keling" dedim. "Shampun bormi?" dedilar. "Bor" dedim-da, mana buni ko'rsatdim. Bu dedim, uchtasi bittada, ham sochingizni yuvasiz, ham gellar dush desam, "Voy, zo'r ekan-ku, narxi qancha?" dedilar. Narxini aytdim. Keyin "Ikkitini ko'rsam bo'ladimi?" dedilar. "Ha, bemalol" dedim-da, ko'rsatdim. Bundoq ko'rdilar, "Rosa yaxshi ekan-a" dedilar. "Ha" dedim. "Bo'ldi, ertaga qo'limga pul tushadi, o'shani kelib olib ketaman" dedi. "Xo'p, keling" dedim-da, bo'ldi, chiqib ketdilar. Srazi oldimdagilar aytishyapti-da, "Voy, siz odam ajratmas ekansiz-a. Shunaqa necha marta mana shunaqa narsani guvohi bo'lganman" deyishyapti. Insonlar kirsa yoki oddiyroq kiyim qo'ygan odamlar kirsa, mensimasdan javob qaytargisi kelmay yoki chiqarib yuborishadi, borib chiqib ketdi. Juda ko'p guvohi bo'lganman deyishyapti-da. Hech qachon yomonligi yomonlik bilan javob qaytarmaydi. Yomonligi yaxshilik bilan javob qaytarsanglar, shunaqa o'sha yomonlik qilgan odamni o'zi uyalib qoladi. Ajratmanglar iltimos. Hammamiz ham bir xil odammiz. Hech kim bilmaydi, ertaga bir deganda shunaqa ahvolga siz ham tushib qolishingiz mumkin, men ham tushib qolishim mumkin. Bunga hech kim garantiya bermaydi. O'shaning uchun qanaqa odam kirishidan qat'iy nazar, chiroyli, hurmat bilan qilib olish kerak deb o'ylayman.